Men sizni sevaman deyman, chunki bu so'zlarni hayotda aytmaganman-da. Endi aytasiz. Endi aytaman. Wow. Dadasi bittada ko'tarardingiz-ku, iltimos. Ko'tarmaydilar menimcha. Bo'lmasam, Mayli. Bolajonlarimni dadasi Abduhalim aka. Mana qariyb 40 yil bo'pti turmush qurganimizga. 2 qiz, 1 farzandni tarbiyaladik. Kelin oldik, turmushlarga berdik, hammasini oliy ma'lumotli qildik. Mana 62 yoshimda sizga aytaman, men sizni sevaman. Olamda yolg'izim, unutma bir so'zim, seningla men faqat qirolichaman. Bir-birimizga garchi sevgi izhor qilmasak ham biz juda ham baxtli yashadik. Sevgi izhorlarimiz faqat ko'zlarimizda, turmushimizda, hayotimizda bo'ldi xolos. Qanchalik sevasiz ularni? Dunyo turguncha sevaman. Shunaqa ko'p sevamanki, osmonlarga sig'maydi. Qirolichaman.